Bugungi bayram ayolingiz bilan barcha xotin-qizlarni tabriklayman. Xudo xolasa bugun ikkinchi kunimiz. İşimizni ancha yengillatib qo'ydik. Ancha tepaga chiqib, Xudo xolasa ertaga bitirib olishga harakat qilamiz bu tomonlarimizni. Bugungi ishimiz bu oldi tomonimiz. Bitib kelyapti o'sha. O'tgan yeri bu. Xudo xolasa bugun ikkinchi kun. Ertaga harakat qilamiz bu tomonlar bitadi. Biz kuzatib turinglar. Bitganda Xudo xolasa chiroyli bo'ladi.